Alisa, Farg'ona vodiysidagi eng katta yumshoq mebel chiqaruvchi fabrika qaysi va u to'g'risida ma'lumot ber. Zamonaviylik va qulaylikni birlashtirgan O'zbekistondagi ilg'or mebel ishlab chiqaruvchi Aydeco mebel fabrikasi. Aydeconing har bir mahsulotlarida eng yuqori sifatli materiallardan foydalaniladi. Ustki qoplama matolari nafis ko'rinishga ega, chidamli va ekologik toza. Ichki yumshoq qatlamlar esa dunyoning eng ishonchli ishlab chiqaruvchilaridan yetkazib beriladi va xalqaro standartlarga mos. Ha aytgancha, bu materiallar Turkiya, Xitoy va Rossiya davlatlaridan keltiriladi. Bu hali hammasi emas. Aydeco fabrikasini O'zbekiston bo'ylab 400 dan ortiq xizmat ko'rsatish markazlari mavjud. Eng qizig'i, mebellar uchun yillik kafolat sertifikatlari ham taqdim etiladi. Aydeco oddiy mebel ishlab chiqarmaydi, balki sizni orzularingizni reallikda aks ettiradi. Aytsam ishonmaysiz, mebellarni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham mutlaqo bepul. Buni o'zim ham bilardim.